Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotiy zarur mavzu haqida gaplashamiz. Ayniqsa, 65 yoshdan oshgan aziz yurtdoshlarimiz uchun ushbu ma'lumotning ahamiyati beqiyos. Agar siz shu yosh toifasiga mansub bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bu bobolaringiz bor bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki sizning farovonligingiz ertangi kuningizning xotirjamligi aynan bugun qilinadigan bitta harakatingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Hozirda millionlab fuqarolarimiz ushbu imkoniyatdan bexabar qolish xavfi ostida. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'z muhim. Darhol kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Zero bu ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati shundaki, avvallari ko'plab ijtimoiy imtiyozlar, kompensatsiyalar yoki ma'lum turdagi yordamlar aksariyat hollarda avtomatik tarzda, ya'ni fuqarolarning ortiqcha hujjat yig'ishlari yoki arizalar to'ldirishlarisiz tayinlangan yoki ular haqida ma'lumotlar turli xil adashgan yo'llar bilan tarqatilar edi. Ba'zi hollarda esa imtiyozlar faqat juda tor doiradagi shaxslarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga yoki nogironligi bor shaxslarga berilgan. Ko'pincha bu jarayonlar byurokratik to'siqlar, ma'lumotlarning yetishmasligi yoki oddiygina tartibsizliklar tufayli cho'zilib ketar. Odamlar esa haqli bo'lgan yordamni olish uchun turli idoralar eshiklarida sargardon bo'lishar edi. Misol uchun, pensiya to'lovi olinayotganda ayrim qo'shimcha imtiyozlar haqida pensiya jamg'armasi xodimlari barcha ma'lumotlarni to'liq yetkazmasligi yoki fuqarolarning o'zlari qaysi imtiyozlarga haqli ekanliklarini bilmasliklari holatlari tez-tez uchrab turar edi. Natijada ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmay, o'zlariga tegishli bo'lgan yordamdan mahrum bo'lishar edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan ijtimoiy himoya tizimini yanada takomillashtirish, ayniqsa 65 yoshdan oshgan fuqarolarning turmush sharhlash maqsadida qator yangi chora-tadbirlar joriy etildi. Bu chora-tadbirlarning markazida esa yangi turdagi hujjat turibdi. Ushbu hujjatni biz shartli ravishda qo'shimcha ijtimoiy himoya kartasi deb ataymiz. Bu karta sizga nafaqat yangi imtiyozlarga, balki avvalgi mavjud bo'lgan, lekin siz balki bilmagan yoki foydalana olmagan barcha imtiyozlarga eshik ochadi. Uning asosiy maqsadi 65 yoshdan oshgan fuqarolarga bir nechta turdagi subsidiyalar, kompensatsiyalar va ijtimoiy xizmatlardan oson va tez foydalanish imkoniyatini taqdim etishdir. Endilikda bu tizim avtomatik emas. Ya'ni agar siz ariza topshirmasangiz, siz bu imkoniyatlardan foydalana olmaysiz. Bu o'zgarish shaffoflikni oshirish va yordamni aynan ehtiyojmandlarga yo'naltirish maqsadida joriy etilgan. Shu bilan birga, bu jarayon fuqarolardan biroz faollikni talab qiladi. Keling, endi ushbu qo'shimcha ijtimoiy himoya kartasi haqida batafsilroq to'xtalsak. Bu karta aynan nima uchun kerak? Kimlar aynan tashvishlanishi kerak va kimlar uchun bu ma'lumot unchalik dolzarb emas? Ushbu karta bir nechta ijtimoiy yordam turlarini o'z ichiga oladi va uning asosiy afzalligi shundaki, siz bitta ariza berish orqali bir nechta turdagi imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. Birinchidan, bu karta kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olish imkoniyatini beradi. Aytaylik, pensiya oladigan fuqarolar uchun elektr energiyasi, tabiiy gaz va suv to'lovlarida ma'lum miqdorda chegirmalar taqdim etiladi. Bu chegirmalar har bir mintaqa uchun alohida belgilanishi mumkin, lekin ular pensiyaning ma'lum bir foizini yoki qat'iy summani tashkil etishi kutilmoqda. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi yetim yoshli Oysha xola har oy 1200 ming so'm pensiya oladi. Uning kommunal to'lovlari uchun o'rtacha 300 million so'm sarflanadi. Ilgari Oysha xola hech qanday kompensatsiya olmas edi. Endi esa ushbu karta orqali u kommunal xizmatlar uchun to'lovining 20 gacha miqdorida, ya'ni taxminan 6 million so'm atrofida har oyda kompensatsiya olishi mumkin. Bir qarashda bu kichik summa tuyulishi mumkin, lekin bir yilda bu 7 ming so'mni tashkil etadi. Bu esa keksa yoshdagi kishi uchun katta yordamdir. Ikkinchidan, bu karta dori-darmon xarid qilishda chegirmalar yoki bepul dori vositalaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Belgilangan ro'yxatdagi dorilarni xarid qilishda ma'lum foizdagi chegirmalar yoki ba'zi bir surunkali kasalliklarga chalingan keksa yoshdagi fuqarolar uchun mutlaqo bepul dori vositalarini olish imkoniyati yaratiladi. Tasavvur qiling, o'rtantakiz yoshli Ahmad bobo qandli diabet kasalligi bilan og'riydi va har oyda insulinga hamda boshqa dori-darmonlarga kamida 400 million so'm sarflaydi.
Avvallari bu xarajatlarning deyarli hammasini o'z cho'ntagidan qoplagan. Ushbu karta orqali esa Ahmad bobo endilikda zarur dorilarning bir qismini bepul olishi yoki qolganlariga 25 pensgacha chegirma bilan ega bo'lishi mumkin. Bu uning oylik xarajatlarini mojmin so'mga kamaytiradi. Mojmin so'mga kamaytiradi, bu esa yiliga 1200 ming so'm degani. Bu mablag'ni Ahmad bobo boshqa ehtiyojlariga sarflashi mumkin. Uchinchidan, ayrim tibbiy xizmatlardan bepul yoki chegirmali asosda foydalanish. Bu yerda asosan profilaktika tekshiruvlari, ma'lum turdagi laboratoriya analizlari yoki shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishda ustuvorlik kabi xizmatlar nazarda tutilgan. 7-5 yoshli ma'mura aya har 6 oyda bir marta ko'zini tekshirish uchun xususiy klinikaga borardi. Chunki davlat klinikalarida navbat ko'p bo'lib, tekshiruv sifatidan ko'ngli to'lmasdi. Har bir tekshiruv uchun u bilet 1000 so'm to'lardi. Endi esa ushbu karta bilan u davlat klinikalarida maxsus ajratilgan vaqtda navbatsiz tekshiruvdan o'tishi yoki ayrim xususiy klinikalar bilan tuzilgan shartnomalar asosida yig'ib puddenzigacha chegirma olishi mumkin. Bu ma'mura ayaning salomatligini muntazam kuzatib borishiga va pul tejashiga yordam beradi. Xo'sh, kimlar aynan tashvishlanishi kerak? Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz va ayniqsa siz yakka yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, oilaviy daromadingiz kam bo'lsa yoki umuman o'zingizni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb hisoblasangiz, siz zudlik bilan ariza topshirishingiz shart. Bu karta aynan siz uchun yaratilgan. Kimlar uchun bu ma'lumot unchalik dolzarb emas. Agar siz 65 yoshdan kichik bo'lsangiz, hozircha bu karta sizga tegishli emas. Shuningdek, agar siz allaqachon barcha mavjud ijtimoiy yordam va imtiyozlardan to'liq foydalanayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha ehtiyojingiz bo'lmasa, bu siz uchun unchalik muhim emas. Lekin bu hali ham dolzarb bo'lishi mumkin. Chunki bu karta ba'zi avvalgi imtiyozlarni o'z ichiga olib, ularga kirishni soddalalashtirishi mumkin. Shuning uchun hatto shunday holatda ham ma'lumotni o'rganish ortiqchalik qilmaydi. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan imtiyozlardan birortasi bo'lmasa, lekin siz unga haqli bo'lsangiz, shuningdek, agar siz boshqa turdagi ijtimoiy yordam olishga intilayotgan bo'lsangiz, demak bu karta siz uchun juda muhimdir. Eng asosiy jihati shundaki, bu jarayon ijtimoiy adolat tamoyiliga asoslangan. Ya'ni kimga yordam kerak bo'lsa, u murojaat qilsin va yordamni olsin. Bu yerda hech kim avtomatik tarzda eshikma-eshik yurib sizga bu kartani taklif qilmaydi. O'zingiz harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Endi esa ushbu jarayondagi ba'zi bir istisnolarga, kutilmagan jihatlarga va unchalik aniq bo'lmagan nozik nuqtalarga e'tibor qarataylik. Bu ma'lumotlar sizni noto'g'ri qadamlardan saqlaydi va arizangizni muvaffaqiyatli topshirishingizga yordam beradi. Birinchidan, belgilangan muddatlar. Garchi hukumat tomonidan aniq bir oxirgi muddat rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, tajribadan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bunday ijtimoiy dasturlar uchun ajratilgan byudjet cheklangan bo'lishi mumkin. Ya'ni kim birinchi bo'lib ariza topshirsa, o'sha imtiyozlarga ega bo'lish ehtimoli yuqori. Agar siz kechiksangiz, byudjet tugashi yoki dasturning to'xtatilishi xavfi bor. Shuning uchun zudlik bilan so'zi aynan shu yerda o'z ahamiyatini ko'rsatadi. Bu masalan, yangi yil arafasida bonuslar tarqatilganda doim shunday bo'ladi. Kim birinchi bo'lsa, shuning imkoni ko'proq. Ikkinchidan, ma'lumotlarning to'g'riligi. Siz arizada ko'rsatgan har bir ma'lumot, har bir raqam katta ahamiyatga ega. Agarga siz qasddan yoki bexosdan noto'g'ri ma'lumot bersangiz, nafaqat arizangiz rad etilishi, balki kelajakda boshqa ijtimoiy yordam dasturlaridan ham chetda qolishingiz mumkin. Ba'zi hollarda bu qonuniy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni, har bir ma'lumotni 2 marta tekshirishni unutmang. Uchinchidan, oilaviy daromadni hisoblash. Bu yerda bir nozik jihat bor. Agar siz birgalikda yashayotgan farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz bilan bir oila bo'lib hisoblansangiz, ularning daromadi ham sizning umumiy daromadingizga qo'shilishi mumkin. Bu esa sizni ijtimoiy yordam olish huquqidan mahrum qilishi mumkin. Bu shaxslar har doim ham daromadga ega bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zi hollarda agar ular ishlayotgan bo'lsa, ularning daromadlari hisobga olinadi. Agar siz o'z farzandingizdan alohida yashasangiz, lekin uning manzili sizning pasportingizda qayd etilgan bo'lsa, siz bir oila deb hisoblanishingiz mumkin. Bu holatda agar sizning farzandingiz yuqori daromadga ega bo'lsa, siz karta olish imkoniyatidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ushbu masalani mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy himoya bo'yicha xodimi bilan aniqlashtirish zarur.
Ular sizga aynan kimlar oila a'zosi hisoblanishini tushuntirib berishadi. 4-dan pensiya turi. Ba'zi turdagi pensiyalar, masalan, xizmat yillari uchun beriladigan maxsus pensiyalar sizni ushbu qo'shimcha ijtimoiy himoya kartasi olish huquqidan mahrum qilishi mumkin. Chunki bu pensiyalar allaqachon yuqori darajadagi ta'minotni nazarda tutadi. Bu haqida ham pensiya jamg'armasi xodimlari sizga aniq ma'lumot berishadi. Ya'ni agar siz yuqori pensiya oluvchi bo'lsangiz, masalan, deputatlik pensiyasi yoki katta lavozimdagi mansabdor shaxs pensiyasi, unda bu karta sizga berilmasligi ehtimoli bor. Ammo oddiy fuqaro pensiyasi oluvchilar uchun bu cheklovlar qo'llanilmaydi. 5-dan raqamli savodxonlik. Hozirgi kunda ko'plab xizmatlar onlayn tarzda ham ko'rsatilmoqda. Agar siz yoki yaqinlaringiz internet orqali ariza topshirishni bilsangiz, bu jarayonni ancha soddalashtirishi mumkin. Ammo agar bunday imkoniyat bo'lmasa, tashvishlanishga hojat yo'q. Chunki an'anaviy usulda, ya'ni tegishli tashkilotga borib ariza topshirish imkoniyati ham mavjud. Faqat onlayn ariza berish ba'zi hollarda tezroq ko'rib chiqilishi mumkinligini unutmang. 6-dan yashash joyi. Agar siz doimiy propiskada turgan manzildan boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, arizani aynan qaysi manzil bo'yicha topshirish kerakligini aniqlashtirish muhim. Odatda ariza doimiy propiska bo'yicha topshiriladi, ammo ba'zi istisnolar bo'lishi mumkin, ayniqsa agar siz vaqtinchalik ro'yxatda o'tgan bo'lsangiz. Bunday holatlarda mahalla fuqarolar yig'inidan yoki pensiya jamg'armasidan maslahat olish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. 7-dan keyingi nazorat. Karta berilgandan so'ng hukumat organlari vaqti bilan sizning daromadingiz va turmush sharoitingizni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Agar sizning moliyaviy ahvolingiz sezilarli darajada yaxshilansa, masalan, katta merosga ega bo'lsangiz yoki ishga kirib yuqori daromad ola boshlasangiz, kartangiz bekor qilinishi yoki unga biriktirilgan imtiyozlar qisqarishi mumkin. Bu adolatli tizimni saqlab qolish uchun muhimdir. Aziz yurtdoshlar, endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Aynan nima qilishingiz kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ishingiz lozim va qayerga murojaat qilishingiz kerak? Buni batafsil tushuntirib beraman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Avvalo, siz yashab turgan mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisga murojaat qiling. U sizga ushbu qo'shimcha ijtimoiy himoya kartasi dasturi haqida to'liq ma'lumot beradi. Sizning shaxsiy holatingizga qarab qaysi imtiyozlarga haqli ekanligingizni aniqlashga yordam beradi. U yerda sizga ariza shaklini olishingiz mumkin. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lsa, hukumatning ijtimoiy himoya agentligi rasmiy veb saytiga kirib tegishli bo'limlarni o'rganishingiz mumkin. Ba'zi ma'lumotlar u yerda ham mavjud bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam hujjatlarni yig'ish. Arizani to'ldirishdan avval sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Pasportingizning asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati tugamaganiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz yangilanishi kerak bo'lsa, uni oldindan yangilab olishingiz kerak. 2. Pensiya guvohnomangizning asl nusxasi va nusxasi. Turar joyingiz bo'yicha ma'lumotnomalar. Bu uy daftari yoki kadastr hujjatlarining nusxasi bo'lishi mumkin. Yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'inidan sizning doimiy yashash manzilingiz haqida ma'lumotnoma olishingiz ham mumkin. 4. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Kompensatsiya va subsidiyalar aynan shu hisob raqamingizga o'tkaziladi. Bu sizning pensiya oladigan bank kartangiz bo'lishi ham mumkin. Kartaning raqamini va uning tegishli bank rekvizitlarini aniq bilishingiz lozim. Agar bank kartangiz bo'lmasa, istalgan tijorat bankida hisob raqami ochishingizni tavsiya qilaman. 5. Oilangiz a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar. Bu nikoh guvohnomasi, farzandlaringizning tug'ilganlik guvohnomalari kabi hujjatlar bo'lishi mumkin. Agar siz yolg'iz yashasangiz, bu haqida tegishli ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 6. Agar mavjud bo'lsa, nogironlik guvohnomasi yoki boshqa imtiyozlarga asos bo'ladigan hujjatlar. Masalan, urush faxriysi guvohnomasi, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlik guvohnomasi va hokazo. 3-qadam arizani to'ldirish. Ariza shaklini mahalla fuqarolar yig'inidan olishingiz yoki e-davlat xizmatlari portalidan yuklab olishingiz mumkin. Arizani to'ldirishda juda ehtiyot bo'ling. Barcha savollarga to'g'ri va aniq javob bering. Daromadingiz haqidagi ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsating. Aks holda bu kelajakda muammolarga olib kelishi mumkin. Agar o'zingiz to'ldirishda qiynalsangiz, mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassisi yoki ishonchli yaqinlaringizdan
yordam so'rang. Ular sizga har bir bo'limni tushunishga va to'g'ri to'ldirishga yordam berishadi. 4-qadam arizani topshirish. Arizani barcha kerakli hujjatlar bilan birga mahalla fuqarolar yig'iniga topshirishingiz lozim. Ba'zi hollarda agar siz onlayn ariza berishni tanlagan bo'lsangiz, hujjatlarning elektron nusxalarini yuklashingiz mumkin. Arizani topshirganingizda uning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqlovchi hujjat yoki qabul raqami olishni unutmang. Bu keyinchalik arizangizning holatini kuzatib borish uchun muhimdir. 5-qadam natijani kutish va kuzatib borish. Arizangiz ko'rib chiqilishi uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Odatda 15 ish kunidan 30 ish kunigacha. Bu muddat davomida siz arizangizning holatini mahalla fuqarolar yig'iniga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib kuzatishingiz mumkin. Agar siz onlayn ariza bergan bo'lsangiz, e-davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetingiz orqali holatni tekshirishingiz mumkin. Agar sizga qo'shimcha ma'lumot yoki hujjatlar kerak bo'lsa, ular siz bilan bog'lanishadi. Misol uchun 35 yoshli Gulnora yolg'iz yashaydi va kam ta'minlangan. U qizi bilan birga yashamaydi, lekin qizining manzili uning pasportida qayd etilgan. Agar Gulnora aya shunchaki arizani to'ldirsa, u oila a'zosi deb hisoblanishi mumkin va qizining daromadi tufayli yordamdan mahrum bo'lishi mumkin. Ammo agar u mahalla fuqarolar yig'iniga borib vaziyatni tushuntirsa va alohida yashashini tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim etsa, u haqli bo'lgan yordamni olishi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, nozik jihatlarni tushunish va to'g'ri harakat qilish qanchalik muhim. Yoki boshqa bir misol. 72 yoshli Salim aka eski namunadagi pasporti bilan ariza topshirdi. Uning pasportining amal qilish muddati bir oy avval tugagan ekan, lekin u bundan bexabar edi. Natijada uning arizasi rad etildi va u pasportini yangilash uchun vaqt sarflab qayta ariza topshirishiga to'g'ri keldi. Bu esa qimmatli vaqtni yo'qotishga olib keldi. Shuning uchun hujjatlaringizning dolzarbligiga ishonch hosil qiling. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, 65 yoshdan oshgan har bir fuqaro uchun ushbu qo'shimcha ijtimoiy himoya kartasi juda muhim imkoniyatdir. U sizga turmush sharoitingizni yaxshilash, og'ir ijtimoiy yukni yengillatish va davlatimiz tomonidan berilayotgan yordamlardan to'liq foydalanish imkonini beradi. Shuni unutmangki, bu karta o'z-o'zidan sizning qo'lingizga kelib tushmaydi. Sizdan faqatgina bitta qadam, ya'ni ariza topshirish talab etiladi. Shunday ekan, ushbu videoni ko'rganingizdan so'ng zudlik bilan harakat qiling, kechiktirmang. O'zingiz va yaqinlaringiz uchun ushbu imkoniyatdan foydalaning. Agar siz 65 yoshdan kichik bo'lsangiz, bu ma'lumotni ota-onangizga, bobolaringizga yoki keksa yoshdagi qo'shnilaringizga yetkazing. Balki bu sizning kim uchundir qilgan eng katta yordamingiz bo'lar. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqishga harakat qilaman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun har doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha